O'rtoqlar, bugun sizlarga Laygon 942 frontalniy pogrushkamizni motor va xarakteristikalari bilan tanishtirib o'taman. Frontal pogrushkamiz yirik va qudratli tashqi ko'rinishiga ega bo'lib, og'ir ishlar uchun mo'ljallanganini darhol ko'rsatadi. O'rtoqlar, motor qismini gapirib o'tadigan bo'lsak, motorimiz yuchay bo'lib 120 ta ot kuchiga ega turbo nadov. Apparaturi salarka tanlanmaydi hamda 4 ta silindrga ega. Gabarit o'lchamlariga keladigan bo'lsak, uzunasi 6 metr 400, eniga 2 metr 200, bo'yiga esa 3 metrni tashkil qiladi. Ushbu frontalniy pogrushka kovush hajmi 1,5 kub, yukni ko'tarish balandligi 3,6 metrdan yuqori hamda yuk ko'tarish vazni esa 2,5 tonnadan ortiq bo'lib, og'ir ishlar uchun mo'ljallangan. Do'stlar, Laygon 942 model obzorini ko'rdinglar. Yaqin orada Laygon 946, ya'ni 1,8 kubometr kovushi bo'lgan frontalniy pogrushkamizni obzorini chiqazamiz. Kimga shunaqa pogrushkalarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamga murojaat qilib, bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.